Kelinglar, tomoshabinlar ko'p mana. Assalomu alaykum hurmatli chor va ishqozmatlar. Mana bugun biz Namangan viloyati Chust tumani Do'stlik mahallasida Jahongirjon akamizni sement talmonlarini video qilishga keldik. Videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang, siz bob. Yana bolalar bor. Juda ham ko'plarni qo'yamiz arzon narxda, qaranglar. Xo'p, bolasini ovoz, enasi qochgan deyaptilar. Enasi 20 kunlik qo'yib qo'yilganlar. Sementalga, quruqqa, albatta. Sog'onlari juda ham chiroyli, go'zal holatda, cho'jonor. Oyog'ini ochib ko'rsatchi. Och. Tepish susishlari yo'q. Mana. Voy jonivor. Bolasi novoz. Enasi 20 kunlik yo'lga qo'yilgan, tishi 6 ta, ikkinchi tug'ish. Bo'yi 1.35-40 atrofida. Lekin govda bormi bor edi, dahshat edi. Ishoning, o telefonda katta ko'rindi, boshqa degan gap so'z yo'q. Xo'p, 1.35 yoki 40, 30 ham chiqmaydi-da, chunki bola govdasi juda ham go'zal holatda. Qashti bo'yin bilan teng. Bola novoz mana. Mana ko'pliklari, og'izlari, kallalari bo'ldi oq. Shashonchalari bor albatta. Mana pastlatib ko'rsatamiz. Xo'p. Buni narxini ayting endi. 55 million kam bor. Yaqinroq qilib 50 kam bor deng, ozgina o'tib bering xayriga. Vodiy bo'ylab dastavkasi bilan deng. Keling bu yoqqa. Kelinglar, tomoshabinlar ko'p mana. Xo'p, narxini ayting. Narxi 55 million kam. 50 kam bor deng, yaqinroq qilib chiroyli narxda nomerlaringizni qoldiramiz. Bo'yi 1.35 chiqdi dedingizmi? 40 chiqdi. 40 chiqdi. 40 dan kam. Boring 35 deng. 40 lekin 40 dan kam emas. Haqiqatda govdasi zo'r ekan. Ikkinchi tug'ish, ha? Tishi 6 ta. Sog'inlari yaxshi. 4 talasi butun mana. Qo'lga bemalol kelar ekandek mana. Voy jonivor. Bola novoz. Qo'lga solib ko'rsating mana sizda. Bolasi ham juda chiroyli holatda ham bor. Vodiy bo'yicha dastavkani kelishilgan holda qilib berasiz. Albatta inshaalloh. Tishi 6 ta deysiz, aniq-a? Xo'p, orqalaridan aylantirib hamma yo'g'ini ko'rsatamiz. Nima balo, bu mahallangizga semental mol yo'qmi deyman, hamma tomoshabinlar ko'p. Ha jonivor, buni qarang. Albatta, telefon raqamlar shu ekranda ko'rib turgan raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Telegram, WhatsApp bor-a? Nomeringizni og'iz akam yana bitta aytib o'ting. 94lik 3 0527 0527 albatta. Orqalari kelishilgan. Bo'yi 1.40 dedingiz-a? O'lchadingizmi o'zingiz? O'lchab ko'ribdilar mana. Tezda aloqaga chiqasizlar, bolasini ovoz 50 million so'm kami bor. Kelishaverasizlar bemalol. Ikkinchi tug'ish, tishi 6 ta. Mahsulotni qanchaga berasiz? 8 litrga. Bir mahalgisimi yo ikki mahalgisimi? Bolasidan tashqari. Joningiz sog' bo'lsin. Bemalol qanday ma'lumot kerak bo'lsa, telefon qilib so'raveradilar. Kelishaverasizlar. Videoni o'tkazib yubormang albatta. Sizlar uchun yana zo'r enavolari qo'yamiz. Ko'rganingizdek arzon narxda. Bunaqani ko'pincha blogerlar ko'rsatyapti, bozorlarda 60 million, 70 million kam bor deb. Nech pul narx aytyapsiz? 80 million. 80 million. Nech pul qilyapti bozor? Bozor 56 million. 56 million narx qilyapti. Ustiga ursa berasiz, Xudo xolasa. Mana so'z isboti bilan bozordagini ham ko'rdingiz. Ikkinchi ona bolamiz sotiladi, bolasini ovoz hamda yana bitta qo'shimchasiga novoz qo'yamiz. Diqqat bilan videoni kuzating. Ikkinchi ona bolamiz, xo'p. Ikkinchi adresdagi ona bolamiz dehqonda. Ko'rib turganingizdek, mahsulotlari o'ta go'zal holatda, sog'onlari dahshatidan lambillab yuradiganda. Xo'p, ma'lumotni berib o'tamiz. Nechinchi tug'ish bu? 3-tug'ish. 3-tug'ish. Bolasini ovoz. Bolasi necha oylik? 2,5 oylik bo'lib, mana shunday bo'lgan. 2,5 oylik atrofida. Xo'p, mahsuloti 10 litr beraveradi. 10 litr beradi. 8 taga garantiya bering, 10 litr emas, 8 litrga mahsuloti juda ham chiroyli holatda. Mana sigirimiz. Telefonni pastki holatda emas, ustki holatda olyapmiz. Molimiz kichik ko'rinsa, bemalol kelib ko'raverasiz. Bu yer necha santimetr? Где-то taxminan 1.30 chiqadi. Lekin 30 dan oshiq chiqadi, lekin kam 30 chiqadi. Kelib o'lchab olaverasiz. Tishi butun, ha? Xo'p, sog'inlari tepish-mepish yo'q.
To'rttalasi butun ha. Ha, to'rtta. Voh, chiqishini qarang buni. Chiqishini. Voh. Mana qarang. Tishiga ham lekin katta ekan. Xo'p. Tishini ochib ko'rsating bitta mana shuni. Xo'p, tishi 8 ta butun. Bo'ldi, yopavering. 3-tug'ish ha. Bo'yi 1.30 sm atrofida, mahsulot 10 litr deyaptilar. 8 litrga garantiya beradilar. Bolasini ovoz 2,5 oylik atrofida. Manzil Namangan viloyati Chust tumanida. Telefon raqamlari albatta nechi? 93lik, 93lik. 130, 130 52, 97. 52 97 raqamlariga telefon qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. Xo'p, qochmaganligi? Gumon narsa. Ha, oldida mana novoslar turibdi. Ha, novoslar bor ekan. Mana katta novos ham. Mana shu yerda sariq shved novoslar bor. Qochib qolgan bo'lishi mumkin, ha? Ha, endi gumonimizda. Xo'p, mana shu narsaga xullas bolasi novos 3-tug'ish 8 ta sutga olaverasiz. Xo'p, bunisi esa novos, ha? Ha, bu ham sotiladi. Bu ham sotiladi. Xo'p, bu necha oylik, necha yillik kurakchi bormi, yo'qmi? Bu orqasi buni korobkami? Bu to'rtbuchi. Voy jonivor, buni qarang. Где-то bo'yi 120 sm atrofida. Xo'p. Bu necha yoshi qanaqa buni? 1 yosh bo'lib bo'lmadi shunaqa. Ha, 1 yashar bo'lgan. Ha, qirg'iz buqa bu. Qulog'ida tamg'alari ham turibdi. Xo'p, buni pulini qancha deysiz? Nargini pulini qancha deysiz? Avval novosini ayting, qiziqtirishga keyin yana bolanikini aytamiz. 17,5 o'tib beradigan joyi bor. 17 deng. Yarimiga nima bor? 17 million so'm kami bor. Lekin novosi orqasi juda ham go'zal holatda. Mana ko'ryapsizlar, o't yo'q, qarg'ish mana quruq somonlar yeb yurgan, qarov yaxshi emas. Novos boqish uchun juda ham qulay, yaxshi narsa. Xo'p, 17 million so'm kam bor ha bu. Xo'p, ona bolani endi qiziq joyidan gapiramiz. 8 ta sutga 3-tug'ish, 2,5 oylik bolasi novoz, qochmaganligi noma'lum. Pulini ayting, pulini. Bu 38 deyman. 38 million so'm kam bor deyapsiz. 18, ha, 38. O'shani 35 kam bor deng. Yaqinroq qilib aytsiz, inshaalloh yaxshi narxda so'rashadi. Savdo qilib olaverasizlar birgalikda. 38 million kam bor deng. 35 million kam bor deng, bo'ladimi? Xo'p, 35 million. 35 million so'm kami bor. Ana, meni kanalimdan podpiskalarimiz bo'lsa berasiz ha. Albatta videoga like bosib, podpiska, kommentariyada yaxshi gapirib, fikrlaringizni qoldiringlar albatta. Manzil Namangan viloyati Chust tumanida. Bolasi mana ko'rib turganingizdek novos. Bolasini yaxshi, juda ham chiroyli holat, orqalari kengina. Shashonchasi ham mana osilib turibdi. Ko'rishingizdek, bolasini o'zi yaqin 1 metr chiqib qolsa kerak. 90 dan baland lekin ha. Bo'yiga zo'r ekan lekin ha. Bu sun'iy bo'lganmi yo oddiy novosdan bo'lgan? Biz ham olgan. Ha, siz ham olgansiz. Bo'g'ozligidami yo'q? Bo'g'ozligida Ha, olgan. bo'g'ozligida olgansiz. Xo'p, aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Namangan viloyati Chust tumanida 35 million so'm kam bor. 3-tug'ish bolasi novoz 8 litr sutga. Sog'inlari ko'rganingizdek juda ham chiroyli holatda. O'rtoqlar, aloqaga chiqaverasizlar.